Mana ko'rib turganingizdek, soat 12:26 da mashina tushirib olamiz. Soat 5:30 da mashinani tayyor qilib berib oldik. Podiyomda turgan mashinamiz 2 soat 3 soat oldin olib qo'ygan BYD gibrid mashinamiz. Bu mashinani yurib ketayotganda yo'llar o'zida o'chgan. Batareykani old qismini yechib olganmiz. Polni nega yechib olganmiz? Bu mashinada bo'lgan voqea batareykani ichidagi первый patron bo'ladi, birda hayntil deyiladi. Ko'pchilik shu uchun mana birda hayntili kuygan, diagnoz qo'ysak mana shu narsadan bo'lib chiqdi. O'shanga polni bu narsani alishtirish uchun mana bunaqa platalargacha, BMSlargacha hammasi yechib olinadi. O'zini eskisi mana bu yengisi. Bu yengisi xudo xolisa bizda bor. Mana yangi nani ichida BYD o'ziniki original. Bu korobkasi mana buniki. Mana gibrid mashinamiz xudo xolisa tayyor bo'ldi. Muzaffar bitta endi oldiga, orqaga yurib ko'rsatib, yur oldiga. Hop. Endi orqaga. Voy, zo'r bo'ldi, ishkalat. Xo'p, biz batareykalarni ham, yonkistlarni ham soldik. Mashinani o'zini общий quvvati 80% zaryadkasi bor. Yonkistga kelingan bo'lsa 99 batareykaning yonkisti. Bu kelgan paytida o'sha ichidagi batareykasi bir patronni otib olganingda hozir tuzatib chiroyli qilib berdik. Yarim kun. Shu bir kun ham bo'ladi, bir kun ichida chiqarib beramiz xudo xolisa. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar, batareykaga polni qarab chiroyli qilib beramiz.